Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun biza 400 shahrindamiz, namunadamiz, hozirgi toza bog'i yaptamiz. Shu Abizimbetov Isroilamizning xonadoni kuni kecha yonib ketgan ekan. Sizlardan shu ehson proyektimiz bilan chiqib turibmiz. Xalqimizdan yordam so'rab turibmiz yurtdoshlar. Ehsonning mukofoti ehsondir, Alloh taolo va'da berib qo'yibdi. Xudo xolasa şu joyimizni qishdan burun, endi bu yana eldimizde sovuqlar, fevral ayından burun boshpana etib berib Isroilamizga yurtdoshlarımızdan yordam so'rab chiqib turibmiz. Ko'rib turganlaringizdek, hamma narsalar yonib ketgan, joyimiz 70-80% yonib ketgan narsalar ham yana ko'rib turganlaringizdek chiqarib qo'yibdilar. O'zlaridan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Abizimbetov Isroilamizning xonadoni oldingi namuna hozirgi toza bog'da joylashgan. Konuş ağam rahmet aytamiz, qarindosh to'g'onlar yordam berib turibdi. Qo'ldan kelgancha yonib ketgan narsalarni chiqarib turibdilar, charchamanglar. Bundan beterinden qayg'ursin deymiz. Xudoga shukr, o'lim yetim bo'lmadi. O'zi bellava gaz ham kelmagan, to'g'rimi? Gaz yo'q. No'dan bo'lganini topdinglarmi? No'dan bo'lgan ekan. Bir de fakat yine tok var, bir de gaz kuvurlar hem ötmeyen, doğru mu? Yine gördüm Allah'ız diyen bir yanıp gitken. İsrail'in özü mamılar, kanadan iyiler. Görseniz boladı. Cüdeyim katlı yangın boğan. Hem bir yanıp gitken, içkerem yine. 100% yanıp gitken bir Allah. Joe ve yav dostlar, ağayın oğullar hemmesi yardım berip tuttu. Gelin İsrail'a. Esselamu aleyküm. Korkkanınız kutlu olsun. Şu halkımızdan iltimas etem, şu yardım soruyoruz. Ehsanlı katta kichkinasi bo'lmaydi. 1000 so'mdan bo'lsam, 2000 so'mdan bo'lsam, Xudo xolasa yardım beringlar. İsrail'amdan qaytmasa Allah Taaladan qaytsin. Benden qaytmasa Xudodan qaytsin. Hech kim başına samasın bunday yurlarni. Hech kim boshina tushmaydi. Shunday dushmanimga ravo yurmayman bunday. Bunday bo'lishini. Xudo xolasa Isroil'a halkımız qarab turmaydi, qo'ldan kelgancha yordam beradi. Bizani 4 rayon kanalımızda bilesizlar, ko'p joylarni chiqarganimiz yonib ketgan. Xudo xolasa Isroil'ning uyine şu yine remontini bitirdik, joy to'y beramiz deb gelip chiqarib o'tirish nasib etsin hammamizga. Xudo xolasa. Ko'p joylarni bitirib berganmiz. Yurtdoshlarimiz shunday qarab turmaydi. Yurtdoshlar qo'ldan kelgancha videomizni maksimal tarqatib, like'larni bosib, podelitsiya qilib, blogerlardan ham iltimos etamiz. Bizning og'alarimiz bor, Taxtabozor chaqalarimiz bor, Gilam chaqalarimiz, Posuzi chaqalarimiz, Bitovoy texnika chaqalarimiz bor. Bizani ko'radigan hammadan iltimos etamiz. Bu dunyo foniy dunyo, hammasi o'tkinchi. Etgan yaxshi amallaringiz qoladi yurtdoshlar. Ehsonning mukofoti ehsondir. Svetdan bo'lgan, Zamikaniyadan bo'lgan ekan yurtdoshlar. Hammangizni iltimos etib qolamiz. Bu Allohning ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoq tarafdan ko'p yillar yonib, og'ayni o'g'illar ham berib turibding. Qo'shni o'g'illar, og'ayni o'g'illar. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Qo'ldan kelgancha yordam berib turibdilar. Bu yoq tarafda hamma ochilib qolgan ekan. Yine. Bu yoq tarafda hamma ochilib qolgan ekan. Shu qishdan burun, qahraton qishdan burun şu ağamıza boshpana etib, şu əziyyətini qaplab bersak yurtdoshlar juda ham yaxshi bo'ladi dedi. Pastda telefon nömrələrini qoyub qoyamiz, İsrail'imiz özünü ishonch nömrələrini qoyub qoyamiz. Rossiyada yurtdoshlarım üçün Sberbank kartalarını qoyub qoyamiz. O'zbekistonda yurtdoshlarım üçün O'zbek kartalarını qoyub qoyamiz. İsrail'imiz özünə telefon qilib, ishonch nömrələrinə bemalol pullarını ötürsənglə bo'ladi yurtdoshlar. Ehsonni katta kichkinasi bo'lmaydi yurtdoshlar. 1000 so'm bo'ladimi, 10.000 so'm bo'ladimi, 100.000 so'm bo'ladimi, katta kichkinasi bo'lmaydi. O'zlaringizga jannatdan bir qasr va poydevor yasagan bo'lasizlar yurtdoshlar. Hammadan iltimos etib qolamiz. Isroil'a Xudo xolasa qismman hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Quvonib telefon urasizlar, joyim bitdi deb Xudo xolasa. Bundan ham zo'r etib joyingizni salamiz og'a.
Yurttaşlar sağ salamat bolunglar. Keyingi videolarda görüşkünçe yetkazgan vaqtlaringizga rozi bolunglar.